Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Programmamızda köңül qoyup kirişinglarni qızğın qarşı alamiz. Tövəndə Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin Barın inqilabını xatırlaş və örnek eliş çağırğını diqqətinizə sunumuz. Assalamu alaykum Şərqi Türkistan xalqı. Assalamu alaykum muhaciratdagi barlıq aziz qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrli bo'lsin. Qarindoshlar, bugun 2022-yil 4-ayning 5-kuni. Şərqi Türkistan tarixidagi eng ahamiyatli kunlarning biri. Chunki 32 yil burun naq bugungi kunda vatanimiz Şərqi Türkistan'da Barın inqilobi portlagan kun. Bu kunda Xitoy tajovuzchilarining chekidan oshgan zulmiga chidab bo'lmagan Şərqi Türkistan xalqi Xitoy tajovuzchilarining planliq tug'ut siyosati ostiga yoshirilgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga shundaqla bu qatliamga qarshi urush e'lon qilgan kun. Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Şərqi Türkistan'a tajovuz qilib kirgan kundan tartib Şərqi Türkistan xalqiga chidiqsiz zulmlarni qilib kelmoqda. Fursat topsalar Şərqi Türkistan xalqini qatliam qilib kelmoqda. Siyosiy rahbarlarimizni o'ldirib, o'rniga Uyg'ursimon Xitoy ruhliq jonivorlarni tiklab qo'ymoqda. Yana ong saviyasi yuqori diniy zotlarimizni, ziyolilarimizni, baylarimizni va san'atchilarimizni, shundaqla xalqimiz ichidagi har sinfdan kerakli insonlarimizni har turli tuhmatlar bilan qaralab o'ldirib kelmoqda. Bu orqali xalqimiz orasida qo'rqinch paydo qilib, bir tarafdan o'ldirib, yana bir tarafdan aldab, xalqimizning yuragini mujib, Xitoylarga xos diktatorlik tuzumi bilan xalqimizning vijdon azobini bo'g'ib kelmoqda. Mushundaq bir qiyin sharoitda milliy qahramonimiz, qadrli shahidimiz marhum Zaydin Yusuf Şərqi Türkistan xalqiga rahbarlik qilib, Barın inqilobini boshlatgan edi. Afsuski bu haqqoniy inqilob 2 hafta ichida to'xtab qoldi. Chunki Xitoy tajovuzchilari havo armiyasi va quruqliq armiyasini to'liq ishga solib, butun kuchi bilan bostirdi. Bichara mazlum xalqimiz o'zlari yasab chiqqan oddiy qurollar bilan Xitoy tajovuzchilariga taqobil turolmasligi tabiiy edi. Xalqimiz qurol yaroqda Xitoy tajovuzchilaridan tuvan ekanligini bilgan bo'lsa-mu, Xitoy tajovuzchilari tarafidan beshiga kelgan irqiy qirg'inchilikqa, zulmlarga va qatliamlarga chidab bo'lolmay, yetib o'lgicha etib o'l degan falsafa bo'yicha bu inqilobni boshlatgan edi. Xalqimiz bu inqilobni boshlashda Sovet ittifoqining yimirilish yo'liga ketib qolganligini sezib, kommunizm dunyosi yo'qolishga yuz tutdi. Hozir inqilob boshlasa xalqaradan yordam kelib qolishi mumkin degan umid bilan boshlagan. Va shu asosda Pokistonga yaqin tog'larda 2 haftagacha bardoshlik bergan bo'lsa-mu, hech bir davlatdan yordamga erishamagan. Chunki Xitoy tajovuzchilari butun xabarlarni qamal qilib olgachqa, boshqa davlatlar xabar tepib yordam berishga ulgurmagan. Barın inqilobi Xitoy tajovuzchilari tarafidan qonliq bostirilgan bo'lsa-mu, ammo Şərqi Türkistan xalqining uyg'onishiga turtkilik rol o'ynadi. Shundaqla Şərqi Türkistan xalqining o'lmaganligini va fursat topsalar Xitoy tajovuzchilariga qarshi urush qila oladiganligini isbotlab berdi. Milliy qahramonimiz va qadrli shahidimiz marhum Zaydin Yusuf bu inqilob orqali Xitoy tajovuzchilariga qarshi maydon o'qigan bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoy tajovuzchilarining aksli inqilobiy tashviqotidan zaharlanib, o'z milliy madaniyatiga til uzatgan, o'zining diniy an'analarini tuvan ko'rdigan ba'zi manqurt shoirlarga maydon o'qigan edi. Masalan, Xitoy ta'siriga uchragan ma'lum bir shoir milliy an'analarimizni va diniy urf-odatlarimizni qamchilab, Bo'lmas nomli bir g'azal yozgan va o'zini Junxo eliga mansub his qilib, Şərqi Türkistan xalqining urf-odatlarini xurafiy deb yaratmay, Bo'lmas nomli g'azalda nurg'un urf-odatlarimizni yerga urgan. Buni o'qigan marhum Zaydin Yusuf darhol qo'liga qalam olib, bu Bo'lmas nomli g'azalga qarshi Bo'lmas nomli bir muhammas yozgan. Marhum Zaydin Yusuf bu muhammasda g'azaldagi butun buzuq ideyalarga raddiya bergan. Xitoy zolim, Xitoy dushman, uningla o'zlashib bo'lmas. Xitoy makkor, Xitoy xoin, yo'lida yo'l yurib bo'lmas. Xitoy insobi yo'q maxluq, go'zal kunlar ko'rib bo'lmas. Xitoy mal'un, Xitoy orsiz, urushmay qurtulib bo'lmas. Yo'qotmay yavni bu eldan, saodatni ko'rib bo'lmas. Bu davlatning asli ismi azaldan Şərqi Türkistan emas, Junxo eli, hargiz tilingni tort, rezil shayton. Agar senda vafo bo'lsa, bu davlat bir go'zal jonon. Vatan uchun arzigay hatto pido bo'lsa tuman ming jon. Sharaf izzat yetib kelmas, vatan uchun bermasang hech qon. Jiningdan kechmasang hargiz janon, ko'nglim utib bo'lmas. Xitoy orsiz, bu dushmanni yengish uchun ittifoq lozim. Buning uchun har vaqt Qur'on va sunnat tingshimoq lozim.
Bu milletning dinini ve tilini qo'llamoq lozim. Xitoy mal'unning tangan dinini tillamoq lozim. Inoqlikni asos qilmay Xitoyni yo'qotib bo'lmas. Musulmonni xurafiy deb yaratmay ko'zga ilmaymiz. Yalan başlarını dinsiz deb tushunmas tilla tillaymiz. U yerlik u bu yerlik bu diban odamni xillaymiz. Rezil o'qishga qul bo'lg'ach rezil o'qishchi chillaymiz. Yo'qotmay ushbu illatni saodatni ko'rib bo'lmas. Aziz Sharq Turkiston xalqi, bu ahamiyatli kunni xotirlayli. Marhum shehidimiz Zaydin Yusufdan o'rnak olayli. Qahramonlarimizga ega chiqayli. Xitoy tajovuzchilari belgilab bergan qahramonlarga emas, o'z vijdonimiz va o'z aqlimiz belgilagan qahramonlarga ega chiqayli. Bizning beshimizga kelgan butun baloyi ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lib kelishidir. Bu sababdan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. Egimiz Allohni rozi qila olishimizmi buningga bog'liq. Rasulullohga ummat bo'lib shafoatiga erisha olishimizmi buningga bog'liq. Bu dunyoda insondek yashay olishimizmi va insondek yuzimizni ko'tarib yura olishimizmi buningga bog'liq. Aziz qarindoshlar, biz Sharq Turkiston xalqi Sharq Turkistonga ega chiqayli. Sharq Turkiston mustaqilchilariga ega chiqayli. Ko'rinishda Uyg'ur da'vogarlari ko'rinib, moyatda Sharq Turkiston masalasini Xitoyning ichki ishi qilib ko'rsatishga material to'playdigan. Uyg'urlarga bir xil chet elliklarga boshqa xil so'zlaydigan Uyg'ursman viruslardan uzoq turayli. O'rnak olish uchun bizga Rasululloh va Rasulullohning izbosarlari yetib oshidi. Ergishish uchunmi shu izbosarlar yetib oshidi. Sobit domlamdan, Abduqodir domlamdan, Elixon Turamdan va Zaydin Yusuflardan o'rnak olayli. İnqilobchilarimizni, qahramonlarimizni va milliy rahbarlarimizni qadrlayli. Vafodor bo'layli, sodiq bo'layli, fidokor bo'layli, hushyor bo'layli. Allohdan basirat va farosat tilayli. Iymon va hidoyat tilayli. Egimiz Alloh xalqimizni Xitoy virusidan va Xitoy tajovuzchilarining butun suiqasdidan saqlasin. Xalqimizga ozodlik va Sharq Turkistonga mustaqillik ato qilsin va bizni ikkala olamda aziz va baxtli qilsin. Amin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgünlüğü Hükümeti Cumhur Reis İşxanası 2022 yılı 4. ayının 5. günü. Hürmetli ko'ruvchilar, programmamizni ko'ngil qo'yib ko'rganinglar uchun rahmat. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.